Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va o'zingiz xulosa chiqaring. Oilada 2 o'g'il farzand edik. Akam harbiy, men institutni bitiruvchi kursda o'qirdim. Akam uylanish arafasida, hamma to'y harakatida. Shu qatorda men ham. So'ng navbat menga kelishini o'ylab rosa quvonardim, chunki yoqtirganim bor edi. Biroq akam nimadandir bezovta bo'lib yurganini ko'nglim sezardi. To'y kuni keldi, oddiy kamsuqum ammo judayam chiroyli to'y qildik. Kelin kuyovni go'shangiga kuzatib, o'zimiz biroz tinim oldik. Bir haftadan so'ng akamni ishlari bo'yicha shoshilinch harbiy qismga chaqirib qolishdi. Aniq bo'lishicha, harbiy bo'linma atrofida tez-tez qonli to'qnashuvlar sodir bo'layotgan ekan va akam ish joylarida. Oydinlashdi. Ularni kuzatdik, biroq ko'nglim bezovta edi. Oradan yarim oy o'tar o'tmas harbiy qismdan noxush xabar oldik. Akam yaralanib og'ir ahvolda shifoxonaga tushganini eshitdik. Onam ko'zlaridan yosh daryo bo'lib oqardi. Akam iltimosiga ko'ra meni u yotgan xonaga olib kirishdi. U bilan yuzma-yuz qoldik. Biroq u oxirat ostonasida edi. Mungli bir ovozda eshitar-eshitilmas: "Kelinoyingni nikohingga ol." U hali bokira deb meni va'da berishga majbur qildilar va bu dunyoni tark etdilar. Barchamiz dovdiragan bir ahvolda yelkansiz kemadek bo'lib qoldik. Onam behush holatda, otam yuragi bilan yig'lardi. Oradan ko'p o'tmay o'z kelinoyimni nikohimga oldim. Akamni talayotgan sababli kelinoyimga qo'llarini tegizmagan ekanlar. Bu nikoh har ikki tomon roziligi bilan bo'ldi. Akamga bo'lgan cheksiz hurmatim uni so'nggi vasiyatini boshim egib bajarishimga undadi. Ikki orada sevganim qalbini g'ashlab, ko'zlarini yoshlab, uni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring. Xulosa o'zingizdan.